Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Bugun sizga dunyodagi eng ulkan hayvonlar top 5 ligini taqdim etaman. Biz odatdagidek 5 o'rindan boshlaymiz va oxirida bir o'rindagi eng ulkan hayvon sizni hayratda qoldiradi. Shunday ekan, videoni oxirigacha ko'ring va qaysi hayvon sizni eng ko'p hayratlantirganini izohlarda yozib qoldiring. 5-o'rin Shor suv timsohi Saltwater Trotodile. Dunyodagi eng katta sudralib yuruvchi bu shor suv timsohi. Ularning uzunligi 7 metrgacha, og'irligi esa 1 tonnadan ortiq bo'lishi mumkin. Shor suv timsohlari Janubi-Sharqiy Osiyo va Avstraliya sohillarida uchraydi. Qiziq tomoni, ular suvda juda mohir, hatto katta buqa yoki akulani ham yengib qo'yishi mumkin. 4-o'rin Yashil anakonda. Janubiy Amerikaning botqoqli o'rmonlarida yashovchi yashil anakonda dunyodagi eng katta ilon hisoblanadi. Ularning uzunligi 9 metrgacha cho'ziladi, og'irligi esa 200 kilogrammga yetadi. Ular zaharsiz bo'lsa-da, oljasini bo'g'ib o'ldiradi. Hatto timsoh yoki katta kiyiklarni ham yeb qo'yishi mumkin. 3-o'rin Kit akulasi. Okeanlarning ulkan baliqlaridan biri kit akulasi. Uning uzunligi 12-14 metrgacha yetadi, og'irligi esa 20 tonnadan oshishi mumkin. Qiziqarli jihati, bu ulkan maxluq odamlar uchun xavfli emas. U faqat plankton va mayda baliqlar bilan oziqlanadi. Dunyo bo'ylab ko'plab sayyohlar u bilan birga suzish uchun okeanga boradi. 2-o'rin Afrika fili. Quruqlikdagi eng katta hayvon bu Afrika fili. Ularning bo'yi 4 metrgacha, og'irligi esa 6-7 tonnaga yetadi. Eng qiziqarli fakt, filning yuragi 20 kilogrammga teng bo'lib, bir necha chelak qon pompalaydi. Shuningdek, ular kuchli eslab qolish qobiliyatiga ega. Shuning uchun ham fildek xotira degan ibora paydo bo'lgan. Tabiatda ular katta suruv bo'lib yashashadi va o'z hududini yoddan chiqarmaydi. 1-o'rin ko'k kit. Va nihoyat, bizning ro'yxatimizning eng yuqori pog'onasida ko'k kit. Bu nafaqat okeandagi, balki butun dunyodagi eng ulkan hayvon hisoblanadi. Ko'k kitning uzunligi 30 metrgacha yetadi, vazni esa 180 tonnaga teng. Tasavvur qiling, bu deyarli 30 ta filning og'irligiga teng. Uning yuragi o'z-o'zidan 600 kilogramm keladi va qon tomirlari shunchalik katta bo'ladiki, hatto odam ichidan suzib o'tishi mumkinligi aytiladi. Ko'k kit asosan plankton bilan oziqlanadi va soatiga 30 kilometr tezlikda suza oladi. Demak, azizlar, biz bugun dunyodagi eng katta hayvonlarning top 5 ligini ko'rib chiqdik. Sizni qaysi hayvon eng ko'p hayratda qoldirdi? Timsohmi, anakondami yoki ulkan ko'k kitmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling va yangi videolarni o'tkazib yubormang. Ko'rganingiz uchun rahmat.